Shoshilinch xabar. Fransiya O'rta Yer dengizida Rossiya tankerlarini qo'lga oldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Fransiya O'rta Yer dengizining g'arbiy qismida Rossiya Soya flotiga mansub bo'lishida gumonlanib, Gerinch nomli rus neft tankerini qo'lga oldi. Operatsiya Ispaniyaning janubiy va Marakashning shimoliy qirg'oqlari oralig'ida amalga oshirilgan. Bu haqda 22-yanvar kuni Fransiya rasmiylariga tayanib ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Fransiya prezidenti operatsiya davomida mamlakatning bir qator ittifoqchilari, jumladan Buyuk Britaniya, qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, kema xalqaro sanksiyalar ostida bo'lib, soxta bayroq ostida harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, tanker yo'nalishini o'zgartirib, qo'shimcha tekshiruvlar uchun boshqa manzilga yuborilishi ham ma'lum qilingan. Bu holat Fransiyada ilk bora bo'layotgani yo'q. Xususan 2025-yil oktyabr oyida ham fransuz rasmiylari mamlakatning g'arbiy sohilida sanksiyalarga uchragan neft tankerlarini qo'lga olgan, biroq bir necha kundan so'ng uni qo'yib yuborishgan. Axborot agentligining xabar berishicha, Rossiya rasmiylari zarurat tug'ilganda yordam ko'rsatish maqsadida tanker ostida Rossiya fuqarolari bor yo'qligini aniqlashga harakat qilmoqda. Ma'lumot o'rnida Soya floti asosan g'arb sug'urtasi va ro'yxatdan o'tkazish tizimlaridan tashqarida foydalanadigan eski kemalardan iborat. Rossiya ularni keyingi bosqichdan keyin joriy etgan Yevropa ittifoqi sanksiyalardan chetlab o'tish uchun ishlatiladi. Hindiston va Xitoy kabi mamlakatlarga chegirmali narxlarda sotilayotgan neftdan tushgan daromadlar boshqa joyga yo'naltirilmoqda. Ukraina prezidenti ijtimoiy tarmoqlar sahifasida ushbu operatsiya zarur qat'iyatni namoyon etayotganini yozdi. U sanksiyalarga aloqador kemalarni va ular tashiyotgan neftlarni musodara qilish kabi yana qat'iy choralar ko'rishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh Rossiya bayrog'i ostidagi kemalarni ushlagani haqida ham xabar qilingan edi.